10. bab. Tevrat kanuni, İsa Mesih kelgüsüde elib keladigan güzel işlarning öz aynini emas, balki uning ko'langisini suratlab beridi. Shu sababdan Tevrat kanuni o'ziga amal qilib, yilma-yil o'xshash qurbonliklarni atash orqali Xudoga ibodat qiladigan odamlarni hargizmu gunohlardan pok qila olmaydi. Agar pok qila olgan bo'lsa, qurbonlik qilish oxirlashatdi-da, ibodat qilguvchilarmu gunohlardan biroqla poklanib, vijdoni yana o'z gunohlari tufaylidan azoblanmaydi. Halbuki u qurbonliklar ularga o'z gunohlarini har yili eslatib turdi. Chunki buqa va o'shklarning qini insonlarni gunohdan hargiz pok qila olmaydi. Shuning uchun İsa Mesih dunyoga kelganda mundaq degan: İnsanlardan qurbonlik va hadiyalarni talab qilmadim, lekin men uchun bir tan hozirladim. Ko'ydirma qurbonlik va gunoh uchun sunilgan boshqa qurbonliklardanmi xursand bo'lmadim. Shunga dedimki, hey Xudo, sening qonun dasturingda men to'g'riliq yozilganidek, sening irodangni ishga oshirish uchun keldim. İsa Mesih oldi bilan Xudoga qurbonlik va hadiyalarni talab qilmading. Ko'ydirma qurbonlik va gunoh uchun sunilgan boshqa qurbonliklardanmi xursand bo'lmading degan. Bu qurbonliklar Tavrat qonunining talabi bo'yicha qilinsa-mu, u yanila shundoq degan. Ondan keyin yana sening irodangni ishga oshirish uchun keldim degan. Demak, Xudo keyingi qurbonlikni kuchga ega qilish uchun burunqi qurbonlik qilish qoidasini amaldan qoldirdi. Xudoning bu irodasi bo'yicha İsa Mesihning o'z tinining bir yo'lila qurbon qilinishi orqali biz gunohdan poklanib, Xudoga ataldik. Ruhoniylar har kuni qurbonlik supisi oldida turib, ibodat xizmatini qilish uchun gunohlarni yuyolmaydigan o'xshash xildagi qurbonliklarni Xudoga qayta sunudi. Biroq bizning ruhoniyimiz bo'lsa, o'zini qurbon qilish bilan gunohlarni yuydigan birli qitimliq, mangu inovatlik qurbonlikni Xudoga sundi. Ondan u Xudoning o'ng yenida o'ltirib, dushmanlarining o'z oyig'i ostida tiz puturilishini kutmoqda. U mushu bir qurbonlik bilan o'zini Xudoga otgan kishilarni Xudoning oldida mangu mukammal qildi. Muqaddas yozmalarda xotirlangandek, muqaddas ruhmu bu haqda bizga guvohlik berdi. U avval mundaq deydi: u kunlardan keyin ular bilan tuzdigan ahdam mundaq: qonunlarimni ularning qalbiga soliman, aqliga quyiman. Ondan yana mundaq deydi: ularning gunohi va yomonliklarini ko'nglimda qayta saqlamayman. Shunga gunohlar kechirim qilingan ekan, yana gunohlar uchun qurbonlik qilishning hojati qolmaydi. Shuning uchun ey qarindoshlar, İsa Mesihning qurbonligini orqali erishdiki eng muqaddas joyga yuragimiz to'q holda kiralaymiz. Chunki İsa Mesih
öz tinining qurbon bo'lishi orqali erishdiki ibodatxona pardasidan o'tib, bizdan avval u yerga kirgan bo'lib, u hayotlikqa yetaklaydigan yangi bir yo'lni bizga ichib berdi. Xudoning oilasiga, ya'ni e'tiqodchilar jamoatchiligiga mas'ul bir bosh ruhoniymiz bo'lgan ekan, mustahkam ishonch va samimiy qalb bilan Xudoga yaqinlashayli. Chunki dillarimiz Ayso Masihning qinining sepilishi bilan vijdon azobidan xalos bo'lgan va badanimiz pokiz suv bilan yulg'andek poklangan. Boshqalar oldida e'tirof qilgan umidimizda ikkilanmay ching turayli. Chunki va'da berguvchi Xudo ishonchlidir. Mehr muhabbat ko'rsatish va yaxshi ish qilish uchun bir-birimizni qanday rag'batlantirishni o'ylayli. Ba'zilarda e'tiqodchilar jamoatchilikda jam bo'lish va Xudoga ibodat qilishdan bosh tortmayli. Aksicha doim jam bo'lib, bir-birimizni ilhomlantirayli. Bo'libmi, Ayso Masihning qayta keldigan kunining oz qolganligini bilgan ekanmiz. Texmo shunda qilayli. Haqiqatni tonib turib, yanıla qasdan gunoh o'tkaziversak, u chaqda gunohlar uchun suniladigan boshqa bir qurbonlik yo'qdir. Bizga qoldig'ini faqat so'roq va Xudo bilan qarshilashganlarni o'rtab tugitadigan yolqinlik o'tni qo'rqinish ichida kutishdir. Tavrat qonuniga xiloflik qilgan kishi 2 yoki 3 guvohchining isboti bo'lsa, kengchilik qilinmay o'ldiriladi. Undaqda bir kishi Xudoning o'g'lini dafsanda qilsa, Xudoning ahdisini kuchga ega qilgan va o'zini poklangan qonga sal qarisa, o'ziga shafqat qilgan muqaddas ruhni haqorat qilsa, texmu eg'ir jazoga loyiq bo'lmamdi. Chunki Tavratda intiqom mening, jazosini o'zim beraman va Parvardigor o'z xalqini so'roqqa tortidi deguvchining Xudo ekanligini bilamiz. Mangu hayot Xudo tarafidan jazoga tortilish nima degan qo'rqinchliq, ha? Xudo qalbinglarni yo'ritgan ashu kunlarni esinglarda tutinglar. Shu vaqtlarda azob oqibatlik kurashlarga bardoshlik berib, e'tiqodinglarda ching turdinglar. Ba'zida xalqi olam oldida haqorat va qarinishlarga uchradinglar. Ba'zida o'zinglarga o'xshash muomalaga uchraganlar tarafda turdinglar. Mahbus e'tiqodchilarning dardiga o'rtoq bo'ldinglar. Mol mulkinglar bulangandimi? Kelgusida texmi go'zal, boqiy boylikka ega bo'lganliginglarni bilgachga xushallik bilan qabul qildinglar. Shuning uchun jasoratinglarni yo'qotmanglar. Bu jasoratning inomi intayin zo'rdir. Xudoning irodasi bo'yicha ish qilib, uning va'da qilganlariga muyassar bo'lish uchun sabr qilishinglarga to'g'ri keladi. Chunki muqaddas yozimlarda Xudo mundaq degan: kelguvchi pot yaqinda keladi, kechikmaydi. Men haqqoni degan odam e'tiqodi bilan yashaydi. Agar u e'tiqodidan yonsa, uningdan xursand bo'lmayman. Biroq biz e'tiqoddan yenib halok bo'lganlardan emas, balki e'tiqod qilib qutqizilishga erishganlardandirmiz.